Bolalarimiz ishtahasi yo'q deydiganlarga o'sha Civicap kapля tarkibida askarbin kislotasi bo'ladi. Amerikanskiy ana vitamin C'larda ham dozalar bor kattalarga. No, bu yosh bolalarga, chaqaloqlarga, 1 yosh, 2 yosh, 3 yoshgacha bo'lgan bolalarga 5 yoshgacha bemalol beraversangiz bo'ladi. Faqat dozasini to'g'irlash kerak. Tomchilarni, masalan, qaysidir bittasiga 5 tomchi, qaysidir bittasiga 10 tomchi vazniga to'g'irlab beraverasiz instruksiyaga qarab. Endi bu tomchisi kichkina bolalarga ishtahasi butkul yo'qolib qolgan. Shunda ichirasiz, ishtahasi zo'r bo'ladi. Sal yoshi kattaroq bo'lsa, askarbin kislotani mana bunaqa drajeligi bor. Ichida 200 ta bo'ladi. Ana sariq draje bo'ladi yoshligimizda agar kim yesasa. Yana bundan tashqari mana bunaqa blisterli tabletkasi ham bo'ladi. Undan tashqari amerikanskiy kapsulalar ham bo'ladi. Shuning uchun bolangiz ishtahasi yo'qolib qoldimi, askarbin kislota olib beravering.